Kim agar shu zikrni ixlos bilan erta-matanda bir marta aytsa, agar vaqti yetib kechgacha vafot qilsa jannatga tushadi. Kim agar ixlos bilan kechki payt bir marta aytsa, vaqti yetib agar erta-matangacha vafot qilsa jannatga tushadi. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Buni Rasululloh o'rgatganlar, istig'forlarning eng yaxshisi deganlar. Yodlab olasiz. Hop. Unutmang, bomdoddan keyin bir, shomdan keyin bir.